Men bu güllerimni aptapqa qaqlavatman. Kelarki yılgacha vlogimda semla chiqmaydi. Beşi payda chiroyli ichilibdi. Men qanda baqqandu, meningki bir xil jonsiz, ruhsiz demdi. Tamamen nimdatdi. Abgam dedim-ku, nimatdi qiyma. Qiyma mau. Qiyma. Kilersen muqaydi tayniga. Nim bolsang bolay vay adasmış bax bir göçnan qızğan boldum endi. Kök asman, bulut, quyosh nuri, bugün pichat bir lag'man etimiz. Bunda paskin tuxum ko'rib baxmagandim men. Shusiyada chiniqishimdan bir o'limi ko'rmatamda degandek. Hayırlı sahar mening tor dunyosidagi oilam, yana bir qitimliq vlogimga hoş geldinglar. Qanday ahvollar? Menga yaxshi turibsizlar degandek. Mashqimni qilib men hozir sharchi kirmoqchi. Bugun yana bir qitim samlayab kelmoqchi, chunki ikkinchi oyning o'rtasiga keldik mana. Samlayamsam payda bir qahvaxonada qahvarimni ichib bir necha kundan keyin yo'q samla yeyman desammi. Parak sevatma tuxumim bajimon nim sevatsiz tamamen. Bugun avokadorim tugabdi, shunga avokadosiz ashla qilgan bo'limda, ammo tarxamikim bilan zaytunim bor, shunga. Bu bo'g'isi. Lidl'dan balamak etiqni olsam shuni payizga. Bir xil menda seriq chiqadi ekan, ammo ikisi payizdan qo'yib uni ustiga. Qitqimga azroq siyasi salman, undan keyin granola salman. Bu granola nimachilar qimmatlashib ketdi. Bu shu granolani 60 kron, 50 necha kron, 59 kron oldim-mi? Ve kişi qimmatli ketdi granolalardi. Lekin yangi salman deganda bir tal nashpitim qopdi. Hozir mana shu nashpitni axlab, nashpitlar yeymiz. Güzelmiş bu. Nakış tabi. Fistolu. Yok vallahi artık hiç yapan kalmadı. Tahtakale'de falan vardır illa da. Ben qaytadan esosini ko'ryapman. Ümumlash qilib vaqti yaxshi ko'rma bu kinoni. Doim içib Netflix'dan. Tanlab qismlarini ko'rman, o'zim yaxshi ko'rgan yerlarni qaytadan ko'rman. İşlerken, görünüşlerinin çıraylıqlığı acayip huzur alsızday ko'rsiniz. Ben saat 7'de kino ko'rganga bilet deb qo'ydim. Shundan hozir tayyorligimni qilib yo'lga chiqmoqchi. Balroq shaharga kirib, qahva ichib, samlayib, undan keyin kinoramni ko'rib qaytib kelman degandek. Mao serum esimlarim bor, oldin qiziq qishda ishlatgandim. Elizabeth Arden'ninki. Qarsam 5-6 yil qapti. Yaqindan beri yüzümni yuvib bo'lgandan keyin bir xil yuzim ilaqa ter tashlab yerli başında bo'layotdi, shunga mushuni ishlatmayman. Eye creamga Mao Clarence'ninki Mao Double Serum ishlatmayman. Mao ikkinchi qutisi ya, basini ishlagan chog'da ilib olgan. Eng oxirgi bir bosqich
Ma Dr. Babur'ninki intensive calming cream diyen. Okay, let's go and kiminle anlaştırıp yola çıkmaz. O tediyerimni gösterip koyay. Ma bu Kolbox'tan ağan çapınım. Kızlık çapan desek buldu ama şimdi kelin kiydim. Şunlaşka ama çapanı kiyip aldım. Muzlumaymanı. O tediyerim tutup verdim çıkmaza. O tediyerimni köfteydi size. Bugünkü o tediyerim. Ben geldim. Bugün nazır misal fika kılmaz. Semla yap. Wow. Semlası bak ya. Tügümep tut işi. Yarıkım. Granolası 86 kronadaki süt kıymetli granola. Hej! Jag tar en semla och en kaffe tack. Ja, var det bra så? Det är bra tack. Semlarımı aldım. Hazır semlarımını yap çıktım. Dehşet peyza oxşaydı ama Valla ben daim kino gördüğüm kinoxanamga keldim Victoria'ga. Bugün gördüğüm kinorumuz bolsa Brutales. Bizilki Oscar mukofotiga erishishi mumkin. Bugün birinchi kuni Stokholmda qo'yildi. Wow, men bu filmninki bunda uzak film ekanligini bilmay ketdim. Men 4 soat ko'rdim. O'tirliqda bir 15 minutlik dam olish qildi. İki bölümge ayrıldık. Birinci bölüm, ikinci bölüm. Birinci bölüm tügen çağda adıraq 15 minut damilis kıldık. Onun için paytırlayan körük. Yettiri kelgen adam saat 11 olaydı ya. Hazır çıktım. Wow. Ama bek peyizke çıkım körünler. Fırsat bulsa kinoxanı verip körünler. Şunda qan çağda kör bulalaysak. Mesela öyle körsanlar içinler püş gitip köməsinler mümkün. Tamaq yegini kırdım postam içip gitip. Ben qaytib keldim uyga. Saat qancha bo'ldi hozir ko'rsatib qo'yay. 4 soatlik kino rasmiy o'tirib bütün bedenim ağrıp ketdi ya meniki. Vallahi ma bulutlarni ko'rdinglarmi? Palampaydek birisining ustiga birisi. Va Stokholmda ma bir necha kun bo'ldi. Havolar shunda payza. Ko'k osmon, bulut, quyosh nuri, quyoshlarni ko'ryapmiz. Ertiyaz keldiğangi beşarat beryapamdi qandaq. Amma dehşet soğuk ma'zurman tatyaptım. Muzlab titrab tatyaptım ama havalar bek payz bo'yadi. Bir vintage do'kondan chiroqni aldım uyimga. Da uzun chiroqi. Kechdi bek payz ko'rindi. Hozir men yorug' bo'lg'achqa nurdimani yandosammi? Yong'indek turmaydi ekan. Yana men gül qaçısını aldım. Bununla men hozir berib bir gül almoqchi. Qarsam uyimning ichidagi narsalarning hammasi qora, kulrang. Aslında ranglar olib ketibdi. Bunda kichik narsalar bo'lsinmi, ranglik bo'lsin deb. Uningdan keyin Italiyaninki Mavo Alvar Alto degan bu gül lonkasini aldim. Bununla menda qisqa gullar maskamaydigan, uzun gullar bor. Aslında güllarni asan bo'ldi ekan. Mavo o'zi cho'ng lonqu bo'lgandan keyin bu. Men hozir gul sotadigan yerga keldim. Bir dalli gül alman, aşu qaçamga tanlab payzi gülden birini alaman. Artıq töşük gül almayman baribir. Yaxshi baqanmayman ağını bilanma. Bunda bo'lsa arlab ketdik. Manda gülden men ağantim esimlari bormi? O'ltirib etdim shunda gülümni. Baqanmay. Magul ajab chiroyliga qaranglar. Firework magulning ismi. Maguldan men ip baqqan esimlari bor. Bunu mu bakanmayı öldürüp ettim. Maguldan ba uyumda beqiyatman hozirgacha
Ama malanınki acayip çıraylık mal yapırmaklar qaranglar. Köp yapırmakları bekisi payda çıraylık içilip durma. Qanda baqqandı. Meninki bir xil cansız, ruhsuz demdik. Ruhsuz bir gülge aynıp qaldım. Ben ağan çağırmışında çıraylıqdı. O bala ma gülünü men bekisi yaxşı görme. Bek çıraylık. Meyada bana uruqı baki qaranglar ma gülünki. Muşunu elip tikip bakayım o. Eçildiralısan degandek. Hazır ne qaşı tikdiğen vaxt ekan. Vallahi men ma gülünü bekisi yaxşı görürüm. Mani anmaqçıyman. Asiraq qaçanqa. Xayrlı səhər, qanda avalığına yaxşıdır atamsızlar. Ben etken qalqsada Hopninki sample sales qamandım. Bular bu vaqtda sample sales qimmatdi. Yilda bir qitim 9-cı ay, 9-cı ayın axiri qilardi. Qanda bo'lib qoldi bu qitim. Hopninki sample sales qilgan bo'lib ketibdi. Shu etganda qopib hozir mangdim. Kechikib qoldim, onda boshlanardi, hozir ondan esib ketdi. Belki ücret tutup kirishim mumkin. Tekşe soğuk bugun Stockholmda qishloq qaytadan boshlanib ketdi. Stockholmda degandan so'g'ilib, akşam azroq qoyaqdi texi. Ben keldim. Kechikib kelgandan foydasi. Yozdagi davomida bir ko'k mayka aldım. Ondan keyin bunday bir mayka aldım. Bir New Zealand aldım. Ben hazır çıktım ballağımda bolsa. Bir New Zealand bilen bir mayka aldım. Yazıq mayka degandek. Ben hazır kirib qahva içiman. Qo'sqimdagi shat ashti nashliq qilmayli chiqqandim. Mening yenidila Mr. Cake deb bir dangliq bir qahvaxona bor Stockholmdagi. Hazır kirib ishara. Boshliq qilmas. Mana texchi samla bor ekan. Ja, det kan jag var typ bara inte. Ja, den är rolig. Qayğışqı basıldı. Hazır naşlığımni qilib chiqdim. Endi birdan bozorlab uyga qaytman. Tushdan keyin chiniq chiqaman degandek. French toast sevishni payda o'xshaydi kalaniki. Ben hazır qaytib keldim uyga. Sirtda dehshat qayğılatıdı hazır. Nim aldım xopdan. Bunda uzun yang mayka aldım köygün oladek. Bir New Zealand'dan ilib keldim yana. Bak. Kendi bir New Zealand'dan aldım. Ki baktım şunda yaraştı. Qarama günün çıraylıqlığını. Rasgüldəki. Görünlama. Müşü gününü aldım. Hatta da gül elib öyümge gül toşumu diye rafkatını qısam. Şunlaşqa çıraylıq mandaq yağan güllərini evatman. Onun ki manda bir gül aldım qarama. Gül emas bu hem de başına yopurmaqlıq bir nimken. Okey, ma en axir qitim samla yeyişimə жылqı. Bununkin hem de kelarki жылqıca vlogumda samla çıxmaydı degandek. O qaranlama çıraylıqlığını жылqı en axir samlarım. Balama tuxumni alsam qaranlama dehşet bir paskın tuxum ken ama o. Bunda paskın tuxum ko'rib baxmagandim men. Şusiyada bunda bir tuxumni teshlarni bunda bir tozlaydigan ishlar botdi bu. Qandaq tuxum ep qoldim men. Gul oldim. Mushu 7 tal gulni 59 kronga aldım qaranglar ballar. Gullarning qimmatligi. Öyümde neme tola, çıraylık vazolar tola gül saldıgan. Mavudaki bağısını çiçeğini ya, 10 talını alsanız mandadan 130 kron. Belki kımmet güller azlar şifiyada. En ezan gül müşü gül şu. Uygurca'da neme gül ma gülün asmını bildiğallah bolsun.
Devdinla. Qarsam öydeki çıraylık vazlarım bikağı turib ketib bardı qupquruq. Heptede gülelep resmi pul toşmaydıken cümleşi siyada. Magülninki Fransk tulpanlar dep bakkanda Fransiyaninki o manından sel çoğarak ke, mavi gülleri sel çoğarak durdu ke. Qançalarla bir tili 40 kron. Bir tili 40 kron cümle. Jundaq bir tili 40 kron. Qo'q ketdim bir tili 40 kron deganda çeçip ketdim. Men hozir chiniqishdan kirdim va kishi payt chiniqdim ama 3 saat chiniqdim ana. Eğer chiniqishimdan keyin 1 saat kardiyo qildim ana. Yaqinda Philips'ninki Mao Tokchish cho'tkisini oldim. Odatda meni ishiltirganim Mao Orobiniki. Mana burundul ağım batdı ama qimmat almagandim. Mana ishiltirdim. Mana yaxshiligini bilardim. Shunga ma ketdim chidab İlevettim mani. Hakikaten Meksik peytke işletatınımda prepte boldu. Mananda me isilki. Eğer ıxsanına yer belse, mesela Philips'ninki, mesela tokluk çiçotkisini ilip işletpek ola. Hazır işletatkan serumum, mesela Ordinary'ninki GF15 degende. Bunu bir yaxşı yeri, Sodek serum. Arada çiniqishdan qaytib kirib, uyda muncha o'tishiman, chunki chiniqish zalininki munchasi raskatniqsam biriga adam bekchiq, ba'zida ishdan tushib, 7-8larda muncha o'tishiman bisoz u yerda. Uchrab saqlaysiz ba'zida. Shunga uyim yaqin bo'lg'achqa chiniqishdan qaytib kirib, uyimda muncha o'tishiman. Mani sizlarga tavsiya qilgan biron esinglarda bormi? Men bak yaxshi ko'rdim buni. Ammo ikkinchi qipiga, birinchi qipini ishlatib ketib bo'ldim. Chiniqishimdan bir o'limi Kırmatam da degandek. Mening chiniqishim unda serious chiniqish emas. Unda muskul chiqarib yo va kishi unda yo'g'inib unda qilmasa mening chiniqishim asosligi sog'lomligim uchun, asosligi o'zimning kayfiyatni yaxshilash uchun chiniqman. Chunki chiniqishdan keyin o'zimni shunday yenik, sog'lom his qilaman. Men chiniqishdan burun bugun lag'manga tayyorlab qo'ygandim. Hozir lag'man etmoqchi. Ko'rsatib qo'yay sizlarga. Bugun veksi payda bir pilt qildim. Shunda astoydillik bilan yaxshi ximir yug'urib, piltamni piltlab qo'yib ketgandim. Bugun pichat bir lag'man etimiz. Herkesmi oldingi qitimdagi vlogimdagi apla etadigan lag'man emas bu. Payda astoydil ko'ngil qo'yib etman. Kudunlama piltamni saylarımni axlab miyadamın tayya hazır başta seyimni qorup onun için lag'minimni so'ziman degandek. Ya da sensin Kilersen mukayti peygar Kandak yaşaydım ya da sensin Ay Ma Enver Hakim'ninki ma naqshini anlamsanlar bo'lmaydi. Qattiq tavsiya qilaman. Sensiz degan naqshida 2023-yili chiqqan. Men necha kun oyatmish naqshlarni Qilsay qo'rvatdim bir tal jinimga, birsi normal, ma birsi yang yo'say. Hozir unda bo'lsa, piltamni so'zib lag'man qilamiz. Ma kelib mehmon bo'lib ketinglar deyman. Va balla ma piltam dehshat payzi pilt bo'lib turganinglarma chaqchaqimidim amma so'z baqaya qanday so'zildi ekan. Va dehshat payzi pilt qilibdim amma
Lagmanım pişti. Dabsa tamkım yemeksiman. Okay, I'm not kidding, guys. Look at my outfit. I just love my outfit today. I got this new hoodie from A2's for a discount price. They had like 50% off for their all items, and I just love this hoodie. So I bought it. I am heading out to the city today, so we're gonna get coffee and more. So let's go. I need to throw my trash, and it's fucking cold outside today. The winter is back. Hazır drop qahvaxonasidan chiqdim, qahvarimni ichib va ajoyib payza. Stokholmdagi eng esil qahvaxonalarning birisi. Men kelmaganimga bek uzoq bo'lib ketibdi, o'zim 1 yildek bo'libdi bu qahvaxonaga kelganga. Cheesecake va payzga qahvasini demayli qo'yay. Eng yaxshi qahvani ichaman desangiz, shu drop coffeega kelsangiz bo'ldi. Va manda kunlarga aran oluşup kelib oldim mana. Ko'ringlarmi? Bugun bahor kelgandek. No'ruzning 1-kuni. Naq bahorning yetib kelgani. Ko'k osmon, bulutlar, moyoqda quyosh. Rasmiy bahor keldi, bahor bugun. Ma havanın payzligini ko'ringlarmi ballar? Men gullarimni aptapqa qaqlayapman. Bugun Stokholmda havo ajoyib payza. Ertiyaz kepti desak bo'ldi ha bugun. Ma gullarimni bir aptapqa qaqlay deb o'zimni qaqlanayvermay, ma gullarimni qaqlansin. Ko'ringlarmi, ma tikkan gulimni unib mashinchilik bo'lib bo'ldi. Hozir men uy tozalamoqchi. Bir hafta bo'ldi men uy tozalaganga. İşlep aldirash. Hozir uyimni pak bir tozalab etib, ondan keyin chiniqib chiqmoqchiman. Ballar, ma gulimni boqamadim, qaranglar, elib bir haftadan keyin yo'pirmoqlari polishib o'lib qolay deyotdi. Ko'ringlardek. Men gul boqolmayman-ku. Bundan keyin bo'ldi gul olmayman. Men hozir chiniqishdan qaytib so'diliq kirdim yana. Nima oldim? Gül aldım 40 kronga. Yana 7 tal tulpan. 40 kron. Mavu şokoladimiz pranikni 10 kronga tushiribdi qaranglar. Manandan aldım, ondan keyin mavu chocolate cookie. Shu ikkisini oldim, ondan keyin mavu pizzaninki xemirni aldım. Chunki buni elishimdagi sabab aldığım günü göçnan qilsam qiymam ishib qolgandi. Shu qiymada göçnan qilamiz mavi pizzaniki xemirda. Avokado aldım, 2 tal tarxanak aldım,
Tarxaməknin bazı düşübdü, qaranlar balla, bir tili 10 kron axırı. Mal lazını qançaga aldım da Allah. Muşu lazını 50 kronga aldım. Acayip qimmatli lazlar. Bundaq çöçür aldım, toğu göşübe qıran. Qap aldım. Bəz külləri tamaq etişik ülgürənməyimə şıqamanğan küllərim şonlaşqa. Muşunu pişirib da ep gitmən degəndək. 2 tal alma aldım. Degəndək, muşularını elib sodlaqıb kirdim. Okey balla bir can oyunum etkendik. Tamak etişini başlap kettim ben. Nim tamak ettim ben. Gürüçümünü dümlep koydum. Çinik vatkaşka. Da tohu göşünü korup yeymen. Bu açıkladı bilen. Onunki miyade. Tamamen nimdatti. Nimdatti mani. Abiyam dedim o. Nimdatti kıyma. Kıyma. Kıyma ma o. Kıyma. Mısındak mı Uygurca degenden çatal yazsanız mısındak mana Uygurçalarınız mısındak bu kitudo çatal yazsanız mısı kıymamda mavu pizzanın ki xemirda da o teyya bir xemir bu hazır köfte kama kırmızı göçnan kılman degandek bir göçnan çıkıyor değil mi aslında köfte koyay kanda xemir bu mana mısındak xemir bu özü bununla biz Uygurçamak ihtiyacımız. Tadı güçlük bir göçnan. İki nasam bu ki aslında iki göçnan çıkarttı ki makimamda. Bunu boğası güçlük bir göçnan kulağım oldum da. Bu nimdige mi boş xemer bu. Acayip boş xemer ki bu. Tunca qitim qilishim, tunca qitim elib. Sonrasqa qandaq göçnan boldu bu hiç bilmeymen. Nim bolsang bolay vay adaş mısındaq bir göçnan qıldıgan boldum endi. Alright. Oh wow. Okay. Acayip garayip bir göçnan bolup çıqırgan boldu da ömrüňlary görüp bakmagan. Yani göçnan qılman dep köydürüp etken tat qaldım. Toxu göşülü qorup yeymen degen adam say qorup etdim. Meyerki göşünün şeydap qaldı, ama tamak yemek isteymen. Köygün oladek pizza göşünün manamasında pişip çıktı, ama bek pişip çıktı köygün oladek. Emdi men keş tamak yemek isteyim, bir şeysi bozsun tamak etkinim. Beni keçirip et, seni bakammadım mısındak mana. Vlogimdan beşide ağan gülümni, vlogimdan ahırsı da öldürüydü da gitmişsin.
sen bilan qisqa muddat birga yaşagan bolsammo, seni yaxshi boqolmay o'ltiribdim. Meni kechirib. Sana va'da beray, buningdan keyin hargiz ikkinchi seningdek gulni olmayman. Mushu bir qitim dars bo'ldi, ikkinchi olmayman endi. Sening kelajakdagi avlodlaringni hargiz o'ltamayman. Menga bir dars bo'ldi, savoq bo'ldi. Sizlarga men Koni shahardagi bir maxfiy bir yani ko'rsatmoqchi. Stokholmda kelib, Koni shahar bekatida, ya'ni Gammastan bekatidan chiqib, o'nqil tarafingizga aylansangizlar, kichik bir chiqish eg'izi bor. Mana shunday chiqish bir eg'izi bu. Bu eg'izdan chiqsangizlar, dengizga chiqsizlar. Hamda manzir bo'lsa, Miyazaki'ninki Kiki's Delivery degan qo'chig'ini ko'rgan bo'lsangiz, şu qo'chaqda chiqadigan shahar manzarasi mushu manzar shu, bilingizmi? Mushu manzardan ilhom olgan ash qo'chaqdagi shaharning manzarasi. Jag tar en cappuccino med havremjölk. Och ta en moroskat också. Ja, var det bra så? Det är bra. Tushimdagi xiyoldan Hoji Muhammad. Tushimdagi xiyolda kim o'xshaydi men bilan? Qabrimdagi karavotda kim uxlaydi men bilan? Qo'yidi kim o't yiqib ko'nglimdagi chiroqqa? Meni izlab yenimdan ketidi kim yiroqqa? To'satdilla bir cho'ldir Suygu degan qizil gul, bayovandan qaytmaydi, suvga ketgan bir ko'ngil. Tushimdagi xiyolda qanotini qayrag'ach, uchib o'tdi beshimdan, bir umoq qarlig'ach. 2014-yili 19-avgust ko'chada yozilgan. Bu qitimliq vlogimni bir tugamas bir vlog bo'ldi. Bu vlogni 2 oyga yaqin tortibdim mana. Vlogimning oxirsida sizlarga oldingi yilning oxirisidan tortib, toki hozirga qadar men yaxshi ko'rib, ko'rgan televiziya teatrlarini tavsiya qilaman. Oldingi yili men eng yaxshi ko'rib ko'rgan televiziya teatrlarining birisi bo'lsa 100 Years of Solitude. Bu bek dangliq bir romanni aslida dunyoga danq chiqqan eng o'qilgan romanlarninki birisi bu. Uyg'urchaga tarjima qilinmaganmi bu roman men bilmayman. Garcia Marquez bo'lsa 20-asrdagi Latin Amerikalik dangliq yozuvchi hamda 1982-yili Nobel adabiyot mukofotiga erishgan. Ikkinchi bo'lib Landmanni tavsiya qilaman. Bu Amerikaninki bir televiziya teatri bek payda ko'ringlar bunimi. Uchinchi bo'lib
American Primeval tavsiye qilman. 4-chi bo'lib 1923 tavsiye qilman. 2-chi bölümünü chunki bir necha yil burun buning 1-chi bölümünü ko'rgandim, shuni yaxshi ko'rib, so'ngra 2-chi bölümünü yaxshi ko'rib ko'rdim. The White Lotus'ni ammolar ko'rgan bo'lsanglar mumkin, 3-chi bölümünü ko'rmagan bo'lsa bo'lsa, 1-chi, 2-chi, 3-chi bölümlerini tavsiye qilman. White Lotus bek dağlıq bo'lgan bir deymiz televiziya teatri. Onun Koreyaninki qismliq televiziya teatrini ko'rim, Karma deb Netflix'ten. Bu mu bek peyza birinci qismini ko'rsangizlar, shu bütün hamma qismini ko'rib tugditalaysiz-da, bek peyza ishlatdi. Shuni tavsiya qilaman. Onun doktorlarga oid bir televiziya teatri ko'rim, The Paid deb. Bunu qattiq tavsiya qilman. Onun yaqinda Netflix'da eng jiq ko'rilgan televiziya teatrlarininki birisi Adolescence'ni tavsiya qilman. Bu 4 qismliq bir televiziya teatri, qisqa, ammo bek peyda ishlagan. Hikoyasini bek peyda. Buni cho'qim ko'ringlar fursat bo'lsa. Onun Turkiyaninki Netflix'da yangidan chiqqan televiziya teatri Istanbul Encyclopedia'ni tavsiya qilman. Bu bek peyda ishlangan bir televiziya teatri. Onda YouTube'daki deymiz 100 necha qism, 80-90 necha qism unda televiziya teatri emas, bu 8 qismlar. İçinlar pishmay, terikmay, kallanlarga sig'magan undaq qilqindek hikoyalarmi yo'q. Bu qitimliq vlogim mishakchi bo'lsin, kelarki vlogim qachon chiqadi bilmayman. Men yaqinda bir 5 kunlik dam olishim bor. Sayohatga chiqmoqchi. Vlog tortishim mumkin yana, sayohat vlogisi. Unda bo'lsa, kelar qitimliq vlogimda ko'rishgacha hammanglar omon bo'linglar, hammanglar umid bilan yashanglar degandek. Xayr xo'sh, kelar qitimliq vlogimda ko'rishaylik.